Hozir RDM klinikasida juda katta noyob operatsiyalardan biri bo'lmoqda. Buyrakdagi toshni hech qayerga jarohat yetkazmasdan, hech qayerda teshmasdan siydik yo'li orqali, nay orqali kirib, lazerni usulida o'shani parchalab olib ketish amaliyoti bo'lyapti. Bu ingliz tilida flexible deyiladi. Ingliz tilini yaxshi biladiganlar buni biladi. Qayriluvchan degan ma'noni bildiradi. Tomosha qilib turing, hozir men sizga ko'rsataman. 20 or 30? We can do 20. 30? 30, no, I don't think so. No. The maximum 24 or something. Let's start. Let's see. Oh, yeah, we can do that. Yeah. That's it? Ready? Ready? Okay. Jarayon tushuntiradigan bo'lsak, mana hozir birinchi operatsiyamizni mehmonlar bilan boshlab oldik. Ya'ni bular professorlar o'sha Seul nasional universitetidan. Hozir birinchi patsientimiz pochkalarida tosh bor edi, 1,5 santimetrlik. Oldin biz buni teshib olardik pochkani. Hozir umuman jarohatsiz pastdan kirib, yangi olib kelingan o'sha apparatda tosh mana maydalanyapti. Ekranda ko'rsatsangiz, toshni mana bunaqa kichkina fragmentchalarga maydalab, hozir so'radigan apparatchamiz bor, o'sha bilan so'rab chiqarib olamiz tashqariga. Bu pochkani ichida ham ichi desak bo'ladi, sababi pochka o'zi kosachalar va jomdan iborat. Hozir yuqori kosachaning ichida turibdi apparatimiz. Shunga hammamizga bu qiziq, patsientlarimizga ham osonlik bo'ladi. Sababi hozir mana shu patsientimizga bugun kechga yoki ertaga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Bu operatsiya turi RDM yo'lga qo'yiladimi? Albatta, o'sha yo'lda qo'yildi deyavering. Bo'ldi. Shuning uchun chaqirganmiz bularni. Shuni joyidan kelib o'zlari ko'rsatib, qo'limizga berib ketsin.